Qan ichidagi bovoq 6-qism. Bu vaqtda o'q ovozlari yiqillab qoldi. Mahmud qari ovozlardagi jiddiylik, pasiyish, yiqillash qatorliqlarga qarab, dehqonlarcha ko'zchan bilan ularning yezi markazini bosqanligini faraz qilib bo'lgan edi. Endi etishma tinchish kerak edi. Chunki askarlar yezi markazida qapsilib qolganlarni yo'qotmoqchi. Ularni yo'qotgandan keyin ishi tugishi kerak edi. Ammo qattiq jiddiylashgan etishma ovozlaridan keyin har xil ovozlar, varqirashlar, tekbir ovozlari, qiqaslar, noli faryodlar palak yetib jimg'andan keyinmi jimjitlik boshlandi. Yana o'lguch etishlar davom qilib, mahadqorlar qiqillab kelayotgandek bilindi. Nima bo'lib ketayotgandi o'majon? deb kusuldidi mahadqori o'z-o'ziga. Bugunga kelayotganda qiladi. Bir kecha etibmi tugmagan qanchalik odam bor ekan men bilmaydigan. Asta. Nima deylar? Ha, o'zimcha boshqa ishmi yo'q. Qo'shnilarning deriz aynaklarining chul-chul bo'lgan ovozi, tonish ovozdagi faryodlar o'q ovozlariga aralashib ketgandilar. Mahadqori Zaydin qarning deganlarini darhol aqlga keltirdi. Xitoyning maqsadi bizning naslimizni quritish. Yavaş bo'lsak chiqilmaydi deb xamxiyal qilib qolmanglar. U azaliy va abadiy dushmanimiz, Allohning dushmani degan edi. Demak, bu odamlar turga ayirib o'ldiradigan tiptik urush emas ekan. U tamdek tatirib ketdi. Xoliddan ayrilib qolishdan qo'rqqandek ittik supug'i chiqib, bolasini ching quchoqlab oldi. Tura yaramas, u o'lgurablar. Janjuntav hech nimani anqira olmasdan muavin 15 ning tepishi bilan gangirab o'rnidan turdi. Yaralandingmi? Nimishga o'qtakkan turindek bo'ynini mukchib yetib olding. U hayvon. Jan Xitoy hech nima deyolmaydi. Uni chiqmay, gilig'i bir nima kaplish olgandek uy için ishora qiladi. Tushundim. Dastlabda ko'rib turib odam o'ldirmak nerviga og'ir keladi. Bu normal ahvol. Endi ko'nib ketsan. Hatto xumar bo'libmi qolasan. Tur maz baynak. Lapchib turavermay, mang, vazifa oldimizda. Yo'q, mana emas. Gap setib turadigan vaqt emas dedim-mi? Tamam, mang. 15 uni oldiga ittirib o'tib, uning kirib chiqqan uyda chala qolgan odamlar bo'lsa tozalab o'tish uchun kirib ketdi. Buyruq shundoq edi. Komandirlar har o'yni takror tekshirishlar kerak edi. Sendiraklab yurib ketgan jang, saharning namxush sovuq havosidan kallasi bir oz ichilib, titiklashib qolgandek bo'lsa-mu, har qitim ashu dahshatli manzarlarni ko'z oldiga keltirganida yana bir qitim qor bosgandek tallab ketdi. Endi uning mengishlari askarlardek chapdas emas, maslardek kalampay edi. Xizmat ko'rsatib o'z halakchiligi jonpeni bilan yuguribmi ketmay, lopuldab mengib yana bir g'erib kapini oldiga kelganda vazifasini yodiga oldi. Shundoq bo'lsa-mu, o'yni o'q tutmadi. Qoralni batlamadi. Xuddi gili qurib, suv ichib olg'il kirayotgandek bo'lumsiz harakatlar bilan o'yning ishkini ittirib ichib, bosog'idan otladi. Chunki u endi bu eski g'irvan uylarda dushman borligiga ishonmaydi. Ularning qilayotgani fashistlarga ulgu bo'laligidek vahshiyona qirg'inchilik edi. Bularni qirib kimni ozod qiladikini? Uning bular haqida kalla qatirgudek muhabsilisi qolmagan edi. U tamoman jon halakchiligida qilish bilan sarang bo'lib qolmasdan ko'ziga yomon ko'rinib, jazolanib qilishni qandoq saqlanish, qandoq qilib tirik chiqish va askarlikni tugutib uyga tinch amon berilish qo'ydi edi. Şoň u boshqalar allaqachon bosqin qilib bo'lgan uylarga kirib, yolg'ondan vazifa o'tab chiqqandek bo'laverishni ko'zlaydi. Chunki bu etishlarda bu yezda yana tirik jon qoldi desa, u hargiz ishonmaydi. Bundaqkan uning dushman vahimasida bo'lishining o'rni yo'q edi. Aplab ko'z bo'yab bu ishni tugutib olsa bo'ladi. U ana shundoq Garanhisar iskanjisida uyga kirib kelganda, dalon uyning supusida xotinning titilib ketgan jasadlarini ko'rib, yana bir qitim quruq qayqilib, uchay bag'ri yenib chiqqandekli qiynalib ketdi. Birdilla jasadlarning orasida midirlagan bir narsaning harakati ko'ziga chiliqdi. Dastlab qo'rqib ketib, qoralni batlay dedi-yu, keyin buncha qon ichida uning ziyon salolig'idek jon qolmaydiganligini aqliga keltirib, bu midirlagan balkim o'yning mushukimikin deb o'ylab, jasaddan birini bir tarafga siljitdi. Qo'li qonga bo'linib ketib, ko'ngli elishib ketdi. Ammo rost degandek bir oz ko'nikib kelayotganligini his qilib ketdi. Ikki jasad orliqqa qisib olgan mushuk emas, tamtim mangan bir o'g'il bovoq edi. Bolaning usti beshi qon edi-yu, ammo bu ota-onasining qani edi. Bola askarga chekchiyib qaradi. U qo'rqib ketib aqli tormozlanib qolgandek yoki chala uyquliq holatdan esi kelolmayotgandek ko'rinadi. U
qan için asta hareketler bilen netçi müdürüp orundan turup asker tarafga ömtüldi. Bola Allah ato qilgan tug'um sezgusi bilan askarning ziyondash emasligi ishonch qilgandek kelib uningga esildi. Aslida arqa ruhiy zarbalardan larzi kelib butun ma'naviyati yemirilib ketgan Jang o'zining salohiyatini, bolaning kimligini birdamga unutib, xos odamiylik hissi ichida bolaning ma'sumona intilishiga chidab turolmay qo'liga oldi. Bola uning bo'yniga mahkam yopishib oldi. Sabijon farishtadek pok bovoq. Ko'z oldidagining shu vahshiy askarlardan biri ekanligini bilarmidi? Jang аңсыз halda qo'liga ilib olgan bolaning xuddi dadasiga tivingandek ma'sumona yepishi, meni qutqizib olgin degandek samimiy mo'ldirlishiga bardoshlik bergudek holi qolmadi. Sarang bo'layli deb qoldi. Bola bu qo'rqinchli o'ydan ketishni, patroq tashqirdagi sap havoga, saharning salqin sap havosiga ulashib olishni istagandek kichik putur bilan tepchaklaydi. Xuddi chavandozning shipur qiqilgan o'tiklari bilan otning biqinini o'kchiligiga o'xshash uni mengishga undaydi. Jang uni ko'tirib tashqari chiqa olarmidi? Bu o'lim demak bo'ladi. Vahshiylarning buyruqi shundoq edi. Bolni qo'yib chiqish uchun uningda tog'dek jasorat, ming patmonlik kuch bo'lish kerak edi. Sabiy bovoqning ma'sumona harakatlari, yo'g'on qo'y ko'zlaridan iqiyotgan yeshi, o'mchuyib yig'lishi uning jasoratini qurtib etgan. Qo'yib qo'yish qo'ldan kelmasli bo'lgan edi. Bu chushvari Alloh qarshisidagi ash tumonliq tuyg'ular asirligida bolni bo'yniga gira soldurgan peti qaqqan qo'ziqdek pagada qetib qolgan edi. Ashu minutda tashqirdan tomuzdagi itdek hasirab kirgan biri bu holning ustidan tushdi. "Bu itning bolasi" degan ovoz uni andiktirdi. Bu muavin 15ning atalmış do'stining ovozi edi. "Nima qilyapsan, hamoqat?" Jang hech narsaga tili kelmay saranglardek chekchiyib qolgan edi. 15ning nimalarni davatqini uzoqqa qaldisiga o'tirmadi. U xuddi minglarcha kilometr uzoqda so'zlaydi. Og'zining midirligini ko'rinadi. Ovoz uqilmaydi. Xuddi bir tushida ko'hi qopdan gap qiladi. Ammo bu tilsimlangan yerda ovozlar bahayvat maxluqlar tarafidan sho'rlib ketilgachga mavhumlashadi. Oxiri uning quloq tubiga qahrlik bir shapaloq tekkanda, ondan u o'ziga keldi. "U yaramas o'lik. Nima qilayotganingni bilamsan? O'zingning jin taptiqmi yoki bu kichik aylan boshdanmi? O'zing tanla. Tez bo'l." degan marqirash amdil aniq anglandi. "Yaxshiki men ko'rib qoldim. Boshqa birisi bo'ldigan bo'lsa, seni darhol etib tashlasa huquqi bor edi. Buyruq yodingda bordi. Ag'indarchiligimizning yuz xotirasi bo'lsin. Men bilmagan bo'lay. Darhol sapga yetish" dedi va bolni tortqushladi. Jang аңсыз bir harakat bilan bolni uning qo'lidan tortib elib, avoylabqini yerga qo'yib, bolning mahkam pochiqini siqimlab olgan kichik qo'llarini ochiq alam ichida ajratib etib, sirtga chiqib ketdi. Tabiiyki, o'zining jini texmi tatliq edi. 15i uy ichida qoldi. Jang u nimishga chiqmaydi deganda qilib, ixtiyorsiz orqasiga burilgan chig'ida uy ichidan gum qilgan bir boy o'q aniq anglandi. Jang Juntav amdila chiqqan hoyli sirtida dam ko'tarib olgandek o'ltiribdi qoldi. Uy ichidan xuddi buyuk bir ishni ro'yobga chiqarib etgandek, g'oliblik, mag'rurlik bilan chiqayotgan muavin 15ning tapanchisini g'ilobiga solg'ach bu tarafga kelishiga nafrat bilan qarab, ko'ngli aynib ketdi. Muzdek bir narsa ichini muzlatgancha mengsidan chiqib ketgandek bo'ldi. Buning ash sansizlagan o'q ovozlari ichidan alohida bilingan, uy ichidan anglangan bir tal o'q ovoz tufaylidan yoki saharning sovuq havosidan bo'lg'in ilg'i qilg'ili bo'lmaydi. U ko'tarilmagudek haroq ichgan piyanchukdek mukchiyib o'ltirib quruq qayqiladi. Kuchini verib holi ketgan edi. Oxiri sharqirtib qusib etdi. "Voy mazpaynak, bo'pti. Biroz esing kelib orqamizda yet. Seni mijoz yo'q bo'lib qoldi ederman. Ammo bu yaxshiligimga cho'qim javob berishing kerak." Shundoq degancha o'z sepi tarafga tez-tez qadam tashlab ketdi. Qanchalik vaqt o'tdikin, sharq taraf oqirishga boshlashi bilan sharqning ufuq siziqida qanday qizillik ko'tarilishga boshladi. Xuddi qonkel kuni olamni bostigandek surlik, mahzun ko'rinadi. Yana jonni qiynag'uvchi jimjitlik yurtga etak kiyib, yuraklarni mujumoqda edi. Agar so'qiyotgan yurak qolgan bo'lsa. Bu asar
2002 yil 10 ayning 1 kunidagi Erkin Osiyo radiosining programmasida Barın inqilobini bostirishga qatnashgan sobiq Xitoy askari Jang Juntao va uning sig'inma advokati ziyorat qilingan edi. Bu hikoya ana shu ziyoratda Jang Juntaoning deganlarini asosiy manba qilgan bo'lsa-mu, yiz ishi bugungacha kechikkan edi.